Qandli diabeti bor bemorlarga qaysi gruppa vitaminlari tavsiya etiladi va qandli diabetda ularning qanday foydasi bor? Bugun shu haqda sizlar bilan gaplashamiz. Men Ilyos Iskandarovich, endokrinolog shifokoriman. 5 yildan ortiq ish tajribasiga egaman. Moskva shahridagi Pirogov universitetini tamomlaganman. Bugun sizlarga qandli diabetda vitaminlarning foydalari va ularning organizmga ta'siri haqida gaplashamiz. Vitamin E. Vitamin E bu yog'lar almashinuvini tartibga soladigan vitaminlardan biri hisoblanadi. Qandli diabeti bor bemorlarda biz bilamizki, o'sha katta qon tomirlarini zararlanishi makroangopatiya, kichik qon tomirlarini zararlanishi mikroangopatiya tez-tez uchrab turadigan holatlardan biri hisoblanadi. Mana shu asoratlarni kelib chiqmasligi uchun biz avvalambor qonda xolesterinlarning muvozanatini va yog'lar muvozanatini tartibga solishimiz kerak. Vitamin E aynan mana shu funksiyani bizda ta'minlashda juda ham yaxshi ishlaydigan vitaminlardan biri hisoblanadi. Va bundan tashqari mikroelementlarimiz bor. Qandli diabetda o'sha mana asab sistemamizni tartibga solib turadigan va nervlarda impuls o'tkazuvchanligini tartibga soladigan elementlardan biri bu magniy elementi hisoblanadi. Qandli diabeti bor bemorlarga o'sha kurs bo'yicha shifokor tavsiyasi bilan, agar qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa albatta, unda o'sha magniy elementlarni ichib yurilsa, o'sha ortiqcha har xil stresslardan xalos bo'lamiz. Chunki bu stress qandli diabetda qand miqdorini ortiqcha ko'tarilishiga olib keladigan holatlardan biri hisoblanadi. Vitamin D qandli diabeti bor bemorlarda immun sistemasini ta'minlab beradigan, bundan tashqari suyak bo'g'im sistemasini mustahkamligini ta'minlab beradigan asosiy vitaminlardan biri hisoblanadi. Vitamin D'ni tabiiy mahsulotlardan olingani juda ham foydali hisoblanadi. Misol uchun baliq hisoblanadi, qo'ziqorin yoki sut mahsulotlaridan bo'lishi mumkin. Bulardagi tarkibidagi vitaminlar juda ham yengil o'zlashtiriladi va foydasi juda ham katta. Aynan sutni o'zi qandli diabeti bor bemorlarga mumkin emas, lekin sut mahsulotlari, qatiq, tvorog mahsulotlari bo'lishi mumkin, bular mumkin. Keyingisi bu vitamin B gruppasi. Qandli diabetda vaqt o'tishi bilan qandli diabetning asoratlari, ya'ni diabetik polineuropatiya, diabetik ensefalopatiya degan og'ir asoratlari ayrim bemorlarda kuzatilishi mumkin, agar sahrlari yuqori bo'lib yursa. O'sha bemorlarga biz umumiy kompleks davo choralari ko'rilganda vitamin B gruppalarini qo'shamiz, chunki bu nerv sistemasini oziqlantirish va impulslarni bir nervdan ikkinchi nervga o'tishini ta'minlab beradigan asosiy vitaminlardan biri hisoblanadi. Va ayrim bemorlar, ya'ni metformin gruppasi bor, o'sha ko'pchilik mana Seafor, Glucophage, metformin saqlaydigan preparat doimo ichish natijasida kamqonlik, B12 yetishmovchilik, kamqonlik rivojlanishi mumkin, lekin bu hammada emas. Va bunda o'sha vitamin B komplekslarini o'sha kurs bo'yicha shifokor tavsiyasi bilan olib turilsa, o'sha vitamin B12 taqsirligini oldini olgan bo'lardi. Va vitamin C bu tomirlar o'tkazuvchanligini yaxshilash, bundan tashqari antioksidant xususiyati bor. Bu degani o'sha erkin radikallarni, ko'payib ketgan erkin radikallarni miqdorini normaga olib kelish. Ya'ni oddiy tilda aytilganda organizm zaharlanishini kamaytirish maqsadida. Va immun sistemamizga ham juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Biz bilamizki, qandli diabeti bor bemorlarning juda ko'pchilikda immun sistemasi sust bo'ladi, ya'ni tez-tez kasallanuvchan infeksiyalar bilan yoki yaralarni dan sekin bitishi kuzatiladi. Mana shu holatlarda vitamin C juda ham yaxshi yordam beradi va albatta shifokor ko'rsatmasi bilan olingani yaxshi. Agar preparatlarni yoki tabiiy mahsulotlardan, misol uchun karam mahsulotlari bo'lishi mumkin, limon mahsulotlarida bo'lishi mumkin. O'sha vitamin C o'zida juda ham ko'p miqdorda saqlaydi. Va bundan tashqari vitamin E. Qandli diabeti bor bemorlarda ko'pincha xolesterin yog'lar muvozanatini izdan chiqishi kuzatiladi. Shuni hisobiga mana ateroskleroz deb ataymiz, mayda qon tomirlarida o'sha ortiqcha yog'lar bilan to'lib qolishadi. Bunda o'sha vitamin E
yog'lar balansini me'yorga ushlab turishda judayam yaxshi qatnashadigan vitaminlar toifasiga kiradi. Shuning uchun qandli diabeti bor bemorlarga vitamin E saqlovchi mahsulotlar, misol uchun dukkakli mahsulotlar bo'lishi mumkin. Qo'ziqorin judayam ko'p miqdorda saqlaydi yoki baliq mahsulotlari bo'lishi mumkin. Qatiq, tvorog mahsulotlarda vitamin judayam ko'p saqlaydi. Qandli diabeti bor bemorlar bu mahsulotlarni muntazam iste'mol qilib yursa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari mikroelementlar bor. Bular o'sha qandli diabetda o'sha qand miqdorini normallashtirishda, ya'ni bevosita ishtirok etadiganlari bor. Bu misol uchun mana magniy elementi. Magniy elementi bu bizlarda asosan tinchlantiruvchi sifatida ko'p ishlatiladi. Bundan tashqari paratgormon sintezida magniy elementi juda ham kerakli elementlardan biri hisoblanadi. Qandli diabetda birinchi navbatda asab sistemangiz normada bo'lishi kerak. Ya'ni jahldorlik, tez asabiylashadigan bemorlarda bunda qondagi qandni miqdorini kompensatorni oshishiga olib keladi. Shuning uchun juda ham asabiy va o'sha qand miqdori yuqori bo'lgan bemorlarga shifokor ko'rsatmasi bilan magniy preparatlarini ishlatilishi mumkin va bu juda ham yaxshi foyda keltiradi. Yoki o'sha magniy saqlovchi o'sha mahsulotlar bo'lishi mumkin. Bularda o'sha dukkakli mahsulotlar bo'lishi mumkin, qovoq urug'ida bo'lishi mumkin yoki o'sha o'rik urug'ida bo'lishi mumkin. Bular juda ham ko'p miqdorda magniy elementini saqlaydi. Eng ko'p shu magniy saqlaydigan banan mahsulot bor, lekin bu qandli diabetda mumkin bo'lmaganligi uchun tavsiya etilmaydi anaqa banan yeyishni. Va xrom elementi ham bor. Bundan tashqari xrom elementi bir qancha klinik tekshiruvlarda o'sha insulin hosil bo'lishida xrom mikroelementi ishlatiladi va o'shaning uchun ko'pchilik tavsiya etiladi xrom elementini o'sha qandli diabeti bor bemorlarga xrom saqlovchi mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish. Bu ham qaysidir ma'noda o'sha qondagi qand miqdorini normaga olib kelish, ya'ni insulinga sezuvchanlikni oshirish xususiyatini bir qancha klinik tekshiruvlarda shunaqa isbotlangan. Lekin buni keng hali klinik rekomendatsiyalar kiritilmaganligi uchun keng tatbiq qilinmayapti. Buni tabiiy mahsulotlarda, misol mol jigari, dukkakli mahsulotlar, sut mahsulotlarini tarkibida xrom juda ham ko'p miqdorda saqlaydi. Yoki shifokoringiz bilan maslahatlashib, uni preparat ko'rinishida qabul qilishingiz mumkin. Yuqoridagi keltirilgan vitaminlar sizni to'g'ridan-to'g'ri qoningizda qand miqdorini normaga olib kelmaydi. Bu qandli diabetni asoratlarini rivojlanmasligi uchun yoki qandli diabetni kechishini yengillashtirish maqsadida qo'shimcha davo choralari sifatida ishlatilishi mumkin. Agar sizda ham yuqoridagi vitaminlarga ehtiyoj bo'lsa, shifokor bilan maslahatlashib, kurs davo lecheniasini olishingiz mumkin.